San'atni tark etgan mashhurlar nimalar bilan band? Madina Mumtoz O'zbekiston davlat konservatoriyasiga imtiyoz asosida qabul qilingan professional xonanda allaqachon san'atni tark etgan. U bir muddat futbolger sifatida faoliyat yuritdi. Hozir esa 4 nafar farzandi va bizneslar bilan ovvora. Madina Mumtozni yoqtirgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Madina Nig'matullayeva jurnalist serialdagi roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa allaqachon san'atni tark etgan. Bir muddat boshlovchi sifatida ishladi. Oila qurgach esa o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashni ma'qul ko'rdi. U hozirgi kunda psixolog sifatida faoliyat yuritadi. Sug'diyona Azimova aktrisa oila qurgach Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tgan. U turmush o'rtog'i bilan birga tur firmada faoliyat yuritadi. Firma o'zbekistonlik ziyoratchilarga xizmat ko'rsatadi. Sug'diyona Azimovani yoqtirgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Mansurxon Nurmatov xushovoz xonanda bir necha yildan buyon AQShga serqatnov bo'lib qolgandi. Mart oyi avvalda esa yaxshi trak bilan shug'ullanuvchi firma izlayotganini va endilikda haydovchi sifatida faoliyat yuritishini ma'lum qildi. Osmondagi bolalar filmidagi Hamdam roli bilan tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan Muzaffar Sa'dullayev ham aktyorlikni tark etgan. U hunarmandchilik va media mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.